Assalomu alaykum. Men Zarifa Mamatqulova, yoshim 63 da, Yangiyer shahri, Sirdaryo oblastidanman. Hozirgi vaqtda Rossiyada, Sankt-Peterburgda ishlayapman va internet orqali daromad qilyapman. Men bu internet orqali daromadga o'zim bilmagan holda kirib qoldim. Allohga tavakkal qilib va shu yerda daromad olishni boshladim. Bu yerda 18 yoshdan 75 yoshgacha bo'lgan butun yer yuzidagi fuqarolar kirib ishlashi mumkin. Rus tilini yoki o'zbek tilini bilsangiz bo'ldi. Hamma narsani tekinga o'rgatamiz. Kirish tekin, o'rganish tekin, olib ketish sizdan. Men shu yoshimda kirib pul ishlashni boshladim. Sizga ham taklif qilaman. Uy, joy, mashina, kvartira uchun ishlab, yil sayin pul yig'ib bemalol olishingiz mumkin. Masalan, davlat ishda ishlab, uy, joy qilish juda qiyin. Musofirda qancha bolalarimiz qiynalib yuribdi. Uyda qancha onalarimiz bekor o'tiribdi, uyda qancha qizlarimiz bekor o'tiribdi. Ishsiz yurganlar qancha. Marhamat, kiringlar, kuniga 1 soat yoki yarim soat vaqtingizni ajratsangiz, siz ham mo'maygina pulga chiqib olasiz. Bu yerga sizni dokumentalni ishga olishadi. Shuning uchun dokumentlarni so'rab, tekshirib, bemalol kirib, tanishib ishlasangiz bo'ladi. Marhamat, keling. $150 boshlab pul ishlashingiz mumkin va undan yuqori. Kiring, o'rgataman. Menga kommentariyalarda qoldiring, bo'lmasa telefon nomerim +7 953 733 0127. Bunda Telegram, Imo, WhatsApp, Odnoklassnik hamma narsa bor. Telefon qiling, yozing, gaplashamiz, o'rgataman. Keling, daromad qiling va chiroyli yashang. Kutaman.